Agar Coca-Cola reklamadan voz kechsa, nimalar bo'ladi? Men sizga ma'lumot bergunimcha, siz men sahifamga obuna bo'lib oling. Agar Uchqun reklama qilinmasa, buni hech kim sezmaydi, chunki Coca-Cola bizning ongimizga o'rnashib qolgan. Sotuv deyarli pasaymaydi. Agar biror reklama qilinmasa, raqobatchilar bozorni egallashni boshlaydi. Ular ko'proq reklamaga pul tikishni boshlaydi. Sotuv biroz pasayishi mumkin, lekin katta farq sezilmaydi. Agar 3 oy reklama qilinmasa, brend odamlarning esidan chiqib ketadi. Katta supermarket va kichik marketlarda eshik oldi joylarini boshqa brendlar egallashni boshlaydi. Televizorda va ijtimoiy tarmoqlarda esa Coca-Cola so'zi kamroq eshitilishni boshlaydi. Bozor ulushini qayta tiklash va yana o'sha urovingga chiqish uchun esa Coca-Cola endi 2-3 barobar ko'proq reklamaga budjet ajratishiga to'g'ri keladi. Xulosa, brend kuchi reklama bilan doimiy ravishda oziqlanadi. Coca-Cola shunchalik gigant kompaniya bo'lsa ham reklamasiz yashay olmaydi. Chunki odamlar doimiy ravishda brendni ko'rib turmasa, tezda esdan chiqarib yuboradi va o'rniga boshqa brendlarni topib oladi. Shunaqa katta gigant kompaniya haligacha reklamadan foydalanayotgan vaqtda nimaga siz biznesingiz uchun reklamadan pul qizg'anasiz? Izohlarda yozib qoldiring.